Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Malika do'stlar. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Malika, mana ismim Malika. Men yangi blogerman, ya'ni Minecraft'da ham men har xil videolar chiqaraman. Birinchi videomiz bu bizni Minecraft haqida bo'ladi. Hozir qanaqa videoligini bir boshdan tushuntirib beraman. Har doim bu joydan knyaz o'tadilar. Birinchi kun. Ikkinchi kun. Uchinchi kun. Xullas, o'zinglar ham ko'rib turibsizlar. 3 kundan beri knyaz bir xil vaqtda shu yerdan o'tibdilar. Nimaga bilmadim-u. No, давайте knyazga tuzoq quramiz. Ha, tuzoq qal'a quramiz va qal'aga kirib kelishda ko'p tuzoqlar bo'ladi. Knyaz qarab balki kirarlar. No, bilmadim. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib blok tanlab olamiz. Kelinglar, olmosdan quramiz. Hammasi tayyor, faqat eshik qo'yish kerak, sandiq va sandiq ichiga qanaqadir syurpriz yoki sovg'a. Eshik shunaqa yashildan bo'ladi, ko'kmi? Xullas, birinchi sovg'a bu unaqa sovg'a emas, просто maktub bo'ladi. Men bu narsani uyushtirganimni, короче, knyaz bilish kerak emas. Maktubni ichiga esa buni hammasi uyushtirilgan edi deb yozib qo'ydim. Xullas, sovg'aga normal narsa topolmadim. Baribir bu haqiqiy qal'a emas, no просто uyushtirilgan bo'lgani uchun unaqa zo'r sovg'a qo'ymadim. Bittasi ortib qoldi. Mayli. Tiqib boramiz. Xo'p, endi birinchi tuzoq emas, bu yoqqa kelayotganda oxirgi tuzoq hisoblanadi. Lekin bunda o'tsa bo'ladigan tuzoq quramiz, chunki unaqa qiyin tuzoq baribir kerak emas, chunki baribir insof degan narsa, oqibat baribir bo'lish kerak, to'g'rimi? Xullas, oxirgi tuzoq fugalar va bunaqa parkur unaqa qiyin emas, bunaqa o'tib ketmaslik uchun easy zaborchalar qildim. Xullas, oxirgi tuzoqda fugalar ko'p bo'lib qolyapti. Mayli. Ikkinchi tuzoqda bu mana shunaqa qilib o'rab chiqdim. Hozir nima qilishimni ko'rasizlar. Xullas, ikkinchi tuzoqda zabor qilib mana shunaqa olmosdan qilib oldim va bitta yo'l tanlanadi. Baribir ikkalasi ham tuzoq bo'ladi. Xullas, kirganda bu yoq tomonda, ya'ni chap tomonda mana shunaqa tuzoq va bu yerda 3 ta dona blok beriladi va xullas nima qilib bo'lsa ham 3 ta blokni yetkazib o'sha yoqqacha borish kerak bo'ladi. Bu yerdalar va nima ekan, chunki blok qo'yganda baribir shunaqa bo'lib qoladi. Xullas, chalg'ib o'tmaymiz. Xullas, shu yerdan 3 ta blok olinadi. Nimaga bu yerda blok qilib qo'yganman? Chunki baribir olish uchun baribir qanaqa qilib lavaga, xullas o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shunaqa qilib o'tib ketadi. Bu yoq tomondagisi edi. Endi yoq tomondagisini ko'rib chiqamiz. Albatta, chiqish uchun shunaqa eshik bo'lmasa ham chiqib ketadigan bunaqa zaborchalar. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Men bunaqa ikkita blok qo'yib qo'ydim, chunki agar buni olib tashlasam, ichkariga qo'ysam, 2 blok bo'lib qo'yapti. Xo'p, endi bu yoq tomonda men uchun o'ng tomonda, sizlarga menimcha chap tomonda. Xo'p, endi kirib ko'ramiz. Bu yerda ham 3 ta blok, bu yerda o'tirish mumkin emas, chunki magmada o'tirib o'tsa, bilasizlar, jon ketmaydi. Va bu kelmay qo'yib qo'yganman, bularni olib olish uchun. Xo'p, xullas shunaqa blok qo'yib o'tib ketaveradi. Albatta, bu yerga ham zaborchalar. Keyingi tuzoqqa olg'a. Vaqtimiz juda ham kam, chunki knyaz hozir kelib qoladilar. Xullas, birinchi tuzoqda biz qurayotganimiz bo'yicha 3-tuzoqda bu mana shunaqa zombilar tezroq yopish kerak. Mana ko'rishim mumkin. Hammasini urish shart emas. Bu yerda dastak bor, ochib chiqib ketiladi. Mayli, insof bilan hozir ramkalar qo'yamiz yerlarga. Oltin olma, ozgina insof bilan, chunki endi baribir buncha zombi tashlanadi baribir, shu sababli oltin olma ham qo'yamiz. Oltin olma sehrlangan emas, chunki sehrlanganda juda ham kuchli bo'lib ketadi.
Hop, mayli, insof bilan hamma narsa olmosdan bo'lyapti, lekin qilich olmosdan emas, chunki olmos juda ham kuchli qilich. Hop. Tatem. Mayli. Faqat uni topolsa-da bo'ldi. O'zi unaqa qiyin joyda ham emas. Prosta bu tatem chiqib ketish kerak. Bo'ldi. Hammasi tayyor. Va ko'rishingiz mumkin, men ko'rinmas odamman. Nima bu? Stop. Voy, zombilarning o'zimi? Men bu yoqqa kirib ko'rmasdan keta olmayman. Kirib ko'ramiz. Va, zombi. Tushunmadim. Bitta yondiraman. Knyazning miyasi. Ha. Knyazning miyasi men o'ylagandan ancha yaxshi ishlar ekan. Knyaz. Aqlli to'xta, Knyaz. Nima qilib Mayli, Knyaz yazgin yordam ber. Hamma yoni zombi bosyapti. Nima? Men shuncha qurgan tuzog'im, shuncha vaqt. Knyaz. Alamimni baribir olaman. Knyazga yordam. Bekor qo'yibman. O'zi ikkilangandim. Mayli, Knyazga yordam bo'la qolsin. O'richkini ham topdim. Keyingi topshiriq. O'chiramiz yong'inni. Bo'ldi. Bunisini tanladi Knyaz. Mani ovozim Knyazga eshitilmayapti, chunki men cheat yoqib qo'yganman. Qanaqadir fondlar, xullas. Olmoslarni nima qilishim kerak? Knyazning miyasi qotib qoldi. Knyazning ota-onasi bordi. Yaxshi, Knyazning miyasi ishladi. Ozgina qoldi yo'l kechimga. Xullas, bilasizlar, blok qo'yib yurib ketish kerak Knyaz. Aql ishlaydimi Knyaz yo'qmi? Endi ko'ramiz. Yaxshi. Bekor oson tuzoq qo'yibman o'zi. Bu yoqqa sakrash juda qiyin-ku, 2 blokka. Ishi o'zi 2 blok o'zi. Amalda. Qoldi. Mana bugalarim. Yo'q. Qat'iyan bu yoqdan o'tish man etiladi. Bu yerda maktub ham bor, Knyaz. O'qimaydi menimcha. Hammasi uyushtirilgan edi, yaramaslar. Salom Knyaz. Malika? Ha, salom. Buni hammasini sen uyushtirganmiding? Ha, men uyushtirgandim. Nega urib bo'lmayapti? Men to'g'risi jimdaman. Knyaz Minecraftga obuna bo'lib qo'yinglar, menga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr. Hammaga xayr.